Men bilan yashash qanchaga tushadi? Men bilan yashash qanchaga tushadi? Men bilan ham yashash qanchaga tushadi? Kosmetikaga oyiga atiga 5 million ketadi. Atiga 5 million. Atiga. Yo'q, atiga prosta. Bitta obyekt puli nima qilibdi? Onasi ham 5 millionga polni bitta 100 saqlab olsa bo'ladi-ku. Atiga 5 million. 12 mingga bitta shampun olaman, cho'milishga ham, idish yuvishga ham, mashina yuvishga ham 5-6 oyga yetadi. Menga shampun ham kerak emas. Bir hafta shampun ishlataveraman. Tirnoq va kiprik uchun 4 million atrofida ketadi. Tirnoq kiprikka 4 million. Bu ham atrofi g'alati 4 million. 4 million emas. Onasi ham 4 millionlik tirnoq bilan burniga olsa boshqacha bo'lsa kerak, ha? Tirnoq butun umriga 4 ming so'mga tushadi. Men tishlab ham uzatayveraman tirnog'imni. Mana bu ko'rsatishga ham kerak emas o'zi. Kiprik tekin. Kiyim va aksessuarlarga oyiga 10 million ketadi. Opa, nima sizga tilladanmi? Kiyim. Kiyim bir yilda bir marta olinadi, qolgan payt akamga kichkina bo'lgan kiyim kiyiladi. Shunga qarab, men bilan yashash uchun oyiga faqatgina 27 million so'm ishlatar ekansan. To'xtang. 10 million kiyim, 4 million tirnoq, 5 million kosmetika bo'lsa 19 bu 27. Matematika burchida sigaret chaqib o'tirdi buni gapini eshitib. No, действительно, agar opani 27 millionlik rasxodini har oy ko'tarib olaman desanglar, meni ham qo'shib olsanglar bo'ladi. Oldiga bonusiga men rasxodim bilinmay ketadi buncha pul orasida. Evaziga nima qilishim mumkin? Video olib turishim mumkin, sham yoqib turishim mumkin, rasm olib turishim mumkin. Yana bironta narsani olib berib turishim mumkin. Svit o'chirib turishim mumkin.